Nimaga bunaqa chiroylisiz? Mani shunaqa chiroyli qilib onajonim tuqqanlar. Onajonim mani shunaqa chiroyli, go'zal qilib tuqqanlar. Yoshligingiz haqida gapirib bering. Yoshligim haqidami? Tak, yoshligimda sho'x bo'lganman. Hamma narsaga qiziqardim. Velosiped ham haydab ketardim, mashinalar haydab ketardim, bilmasam ham. Surishlarni rosa yaxshi ko'raman, sportga qiziqaman juda ham hozirgacha. Sho'x bo'lganman. Sanatoriyaga nechinchi kelishingiz bu sanator? Sanatoriyaga men birinchi kelishim. Mani opam olib keldilar, "Yur, rosa yaxshi" deb. Birinchi kelishim, boshqa joylarga ko'p bo'lganman. Hamma sanatoriyada. Lekin bu yerga kelmagandim. Yur deganda, "Yo'q, bormayman, uncha yaxshi emas" deb o'ylardim-da. Yoqdi, rosa ham yoqdi. Havosiz va vozdux, чистый vozdux. Rosa mazza. Qizlari yaxshi, personal zo'r. Personal hammasi yaxshi kutib olib, kulib turadi. Menga основной это сероводород yoqdi, massaj и bochka. Bochka yoqdi, mazza. Qolganlari ham yaxshi hammasi. No, birinchi marta nima qildim-da, servodorodda birinchi marta tushdim. Yaxshi ekan, menga rosa ham yoqdi. Qizlari yaxshi, hammasi yaxshi. Yoqdi. Endi yana kelish niyatim bor, Xudo xolasa yana kel. Xudo xolasa.